Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitay virusi yuquminin kelish manbasini tadqiq qilishning yangi bosqichi Xitay tarafidan rad qilindi. Amerika Xitoyni tekshirishga to'sqinlik qilish bilan aytildi. Aqsaray bayonotchisi Jin Pisaki bu tadqiqotning kelgusidagi yuqumning oldini olish uchun ekanligini aytdi va bu tekshirishga qarshi to'siq soladigan vaqt emas dedi. Xitoy prezidenti Xi Jinping siyosiy jihatdan sazgur rayonlarning biri bo'lgan Tibet avtonom rayonini ziyorat qildi. Egilanishicha, bu Xitoy davlat raisining 30 yildan buyon tunji qitim Tibetda ziyorat bo'lishi ekan. BBCning xabariga qaraganda, Xi Jinping 21-iyul chorshanba kuni juma kunigacha Tibetni ziyorat qilgan. Lekin ziyoratning sazgurligi sababidan tunugun axborotda xabar qilingan. Bir Amerika amaldori Eronning yadro suhbatiga qaytib kelmasligi yoki yangi bosqichda texnik qattiq pozitsiyada bo'lishi mumkinligini aytdi va Eronning Xitoyga neft setishiga qarshi tadbir qo'llanishni o'ylashayotganligini bildirdi. Fransiyadagi koronavirusi ilmiy komitetining raisi Xitoy virusi keltirib chiqargan COVID-19 yuqumidan keyin normal turmushga qaytishning 2023-yilning oldida bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Bu professor mundaq dedi: "Biz jangda g'alaba qilamiz, lekin bu vaqtda yangi bir xil variant uchrashi mumkin. Shunga normal hayotga qaytish uchun 2022-yilning oxiri, hatto 2023-yilni saqlash kerak." Xitoyning Xanan o'lkasining Jingju shahrida yoqqan qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kelkun sababidan o'lganlarning soni 56 ga yetdi. Suv chiqarish va loy tozalash xizmati davom qilayotgan bu shahardagi iqtisodiy ziyonning taxminan 10 milliard dollarga yetganligi ko'rsatildi. Jingju'dagi metro to'rini suv besib ketgan bo'lib, nurg'un yo'lovchilar qopsilib qolgan edi. Mipa xabarlarining aytishicha, Xitoy kommunist hokimiyati Sharqi Turkistondagi 6 asrlik tarixga ega Heytigoh masjidini muzeyga aylantirgan. Rayon manbalari ta'minlagan uchurlarga qaraganda, Sharqi Turkistondagi eng chong va tarixiy masjid bo'lgan Heytigoh masjidi muzeyga o'zgartirilgan. 1942-yili qurilish tamomlangan bu masjid tarixdan buyon rayonning eng simvolliq masjidi bo'lib kelgan. Azərbaycan Dövlət Müdafiə Ministerliyi Ermeniya chegarasida to'qinish yuz berganligini e'lon qildi. Dövlət Müdafiə Ministerliyining bayonotida ikki davlat chegarasidagi Kalbajar rayonidagi Azərbaycan nuqtalarining Ermeniya askarlarining hujumiga uchraganligi xabar qilindi. Bayonotda Azərbaycan armiyasining inqoz qaytarganligi va to'qinishning davomlashganligini aytdi. Egilanishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi Turkiya raisi Erdo'g'anning Shimoliy Siprus ziyorati jarayonida o'tirg'a qo'ygan ikki davlatlik hal qilish chaqiriqini va Marash rayonini ichish qarorini ayblaydigan bir loyihaga qo'shilgan.